Assalomu hurmatli YJVK Malina kanali a'zolari, mana bugun 13 aprel 2026-yil haftaning dushanba kuni. Bu Krapivka malinalarimiz shu tagidan chiqqanini olgan ko'chatlarni hozir suv sepyapti. Ertalab ulgurmagan ekan. Suvni sepib hozir yana salafanlab yopib tashlaydi hammasini, xudo xolasa. Shunga mana kay suvlarni sepib, bir ikkita suvlaganlari ham bari o'rnidan turadi keyin. Bu Krapivka malinalarimiz, bular uyul tagidan chiqib kelgan. Bular qanday hosil beradi? Mana shu chiqqan ko'chat faqat o'zi chiqib, o'zi hosil beradi. Bu ana tuvakka qo'yilgan katta ko'chatdan sal farq qiladi. Hamma biladi buni. Pashti suvni sepib, mana kay tayyorlab, hozir salafan bilan yopib qo'yamiz, xudo xolasa. Ko'chatlarimiz oxirigacha Krapivchniy ko'chatlar. Bular ana shu malinamizdan tuvakka qo'yilgan, bahorda tuvakka solingan kuzgi ko'chatdan sal arzonroq bo'ladi. Mana kay Krapivkalarimiz. Nima deydik ana ku? Delniva malinalar. Bularda hammasini sorti Delniva. Bildarsaytamiz. Vallahi yuqtashabdi hamma joyda. Mana kay chiqib ketadigan joyi qolmabdi-yu. Salafan bilan yopib qo'yinglar, xo'p. Tezda salafanlarni yopinglar buni. Tashqariga chiqib ketamiz, xudo xolasa. Shunda nima deymiz? O'zimiz bildirsak dalamizda. Polni setkalab tashlaganmiz ustini. Ko'rayotgan bo'lsangizlar. Qulpnaylar ko'karish boshladi, malinalar ham mana kay. Bu yerda endi ko'karish boshladi. Bu yerda kun kechqurunlar sovuq bo'lyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'chat kerak bo'lganlar zakaz berishingiz mumkin.